xotirjam qo'lin tutsak, qadridan yuksak, sotqinmas mard erkak. Dadam zo'r, dadam zo'r, dadam zo'r. Yo'llariga pospan o'zi, sinovga qalqon o'zi, yer o'zi osmon o'zi. Dadam zo'r, dadam zo'r, dadam zo'r. Ro'zg'orga deb tinmaganim, kiydirib kiymaganim, to'ydirib to'ymaganim. Dadam zo'r, dadam zo'r, dadam zo'r. Magur qolsin qoyadek, ergashganim soyadek, maqtanaman yosh boladek. Dadam zo'rda, dadam zo'rda, dadam zo'r. Ko'rsatmas ko'zda yoshini, halol yegan oshini, yovga bermas boshini. Dadam zo'rda, dadam zo'rda. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Galdagi manzilimiz Rastana restorani bo'ldi. Xudo xohlasa Husan bobomni 60 yoshlik yubileylar bilan tabriklaymiz. Turmush o'rtoqlari Mahbuba opamni ham tabriklab qo'ysak bo'ladi. Barcha sovg'alar o'g'illari Mehroj akam Gollandiyada, shu yerda Istat akam, Fayzjon akam, kelinlar nomlaridan, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlardan Husan bobomni qaynisingillari Gulmira opam nomlaridan chiroyli sovg'alarimiz bor. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadri baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech, xayrli oqshom. Barchangizni Fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, Ratana restoranida diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Bugun albatta Fayzli koshonaga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchisi bo'lgan Hasan bobomni davra markaziga chorlab qoldim. Hasan akam shu yerda bo'lsalar, bitta guldiroz qanchaklar sadosida marhamat Hasan aka. Sanaka avvalambor assalomu alaykum. Bugungi tavallud ayyomlar, bugungi tug'ilgan kunlar, bugungi 60 yoshlik yubileylaringiz muborak bo'lsin. Husan aka, bugun sizga bir-biridan mehribon joni-jigarlar nomlaridan birinchi galda albatta Gollandiya diyorlaridan o'g'lingiz Mehroj aka bilan, shu yerdan Istatjon akam, Fayzjon akam nomlaridan, qolaversa qaynisinglingiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan Gulmira opam nomlaridan, albatta turmush o'rtog'ingiz Mahbuba opam nomlaridan bugun sizga bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif etganmiz. Qolaversa barcha kelinlar va nabiralar nomlaridan bugun sizga bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif berganmizki, nimagaki ancha bo'ldiki farzandlaringiz Gulmira opam bilan murojaat qildilarki, yaqinda xonadonimizda katta shodiyona, katta bayram, oilamizning ustuni, bizning qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, tirik qalqonimiz bo'lgan padar buzrugorimiz, ya'ni dadajonimizning 60 yoshlik yubileylari, 5-muchallari. Avvalambor xohladimki, dadajonimizga eng chiroyli dil izhorlarini qilsangiz, qalbimizdagi, yuragimizdagi aytar so'zlarimiz albatta dadajonimizga yetkazib qo'ysangiz. Xohlardikki, mana 60 yoshlardan qarshi olmoqdalar. Xohlardikki, avvalambor uzoq umr ko'rsinlar. Eng kamida 100 yoshlardan, 120 yoshlardan qarshi olsinlar. Hech qachon hayotda dard ko'rmasinlar, kasal bo'lmasinlar. Nimagaki mana 60 yoshlik yubileylardan qarshi olmoqdalar. Umrlari mehnatda o'tdi. Bejonim bilan birgalikda tinim bilmadilar. Tunu kun mehnat qildilarki, farzandlarim o'tsin, o'ssin, farzandlarim birovdan kam bo'lib qolmasin deb tunu kun mehnat qildilar. Qolaversa, hozir tashqarida Gulmira opa bilan gaplashsam, Gulmira opa, "Men yetib keldim" desam, "Mana pochcham avvalambor akamdek bo'lib ketganlar. Men uchun qaddidan qadri baland inson. Mana pochchamga sovg'a salomlar olib borsangiz, eng chiroyli sovg'alarni olib boringlar. Aynan siz uchun dunyodagi eng chiroyli sovg'alarimizdan biri, eng muqaddas sovg'alarimizdan biri. Buyuk Alloh taoloning kalomlarida tushirilgan, insonni iymonini yanada mustahkam qilib, yanada yoritadigan, xonadonlarga fayz va barokat keltiradigan Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlar komplektatsiyani aynan siz uchun keltirganmiz. Guldiroz qanchaklar chiroyli sovg'alar sizga muborak bo'lsin Husan aka. Bugungi albatta tavallud ayyomlar, 5-muchallar, yubileylar muborak bo'lsa, galdagi chiroyli sovg'a aynan siz uchun Gulmira opam nomlaridan chiroyli tilla uzuklar borki, albatta Mahbuba opamdan iltimos qiladim, chiroyli qilib taqib qo'ysalar, qansaklar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab
sizni yaxshi ko'raman. Jonlardan mehribon dadam, so'zlaridan mehribon dadam, kamtargina pokizor odam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jonlardan mehribon dadam, so'zlaridan mehribon dadam, kamtar dadam pokizor dadam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Ko'zlaringga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Balkim sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Joningiz bunchalar keng, jon bolana jonim bolam deng, so'zlaringiz tillobatga teng, dada sizni yaxshi ko'raman. Jonlardan mehribon dadam, so'zlaridan mehribon dadam, kamtargina pokizor odam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jonlardan mehribon dadam, so'zlaridan mehribon dadam, kamtar dadam pokizor dadam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Bilmagan har o'g'il qizni, farq qilmayib o'stirgan bizni, ota bo'lib angladim. Jamdan ochib qo'yaylik, o'tirib olaylik, hurmatli mehmonlar. O'tirib olasiz joyingizda. Bilmagan har o'g'il qizni, farq qilmay o'stirgan bizni, ota bo'lib angladim sizni. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jonlardan mehribon dadam, so'zlaridan mehribon dadam, kamtargina pokizor odam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jonlardan mehribon dadam, so'zlaridan mehribon dadam, kamtar dadam pokizor dadam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Yoningizga yuray chopay, kim bir bor bag'rimga bosay. Dada sizni yaxshi Qancha gapni qo'la-qo'la. qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takrar. Dada sizni Rahmat, albatta yana bir bor bugungi tavallud tayyoblar, bugungi xursandchiliklar, albatta shukrona oqshomlaringiz, Husan bobo, albatta 60 yoshlik yubileylaringiz muborak bo'lsin. Galdagi chiroyli sovg'a aynan siz uchun albatta bir boladan mehribon, albatta o'g'illaringiz nomlaridan aynan sizga atalgan, ularning qalblaridagi, yuraklaridagi to'rt qator dil izhorlar, ya'ni qalbnomalari borki, dadajonim dargohlarga tashrif bersangiz, dadamizga qalbimizdagi, yuragimizdagi dil izhorlarimizda, ya'ni qalbnomalarimiz bor, albatta yetkazib qo'ying deb iltimos qilar. Agar mayli desangiz men o'qib beraman, sonra albatta o'g'illaringiz nomlaridan, kelinlaringiz nomlaridan aynan sizga atalgan qalbnomalari. Ishlab tinmay qora mehnatda hech narsadan qilmadlaringni. Kechib dunyo lazzatlaridan 60 yoshda ishlagan otam. Yangi kiyim olib kiymagan. Bolam dedi nima qilsa ham
sochlarini oqlari qolmay 60 yoshda ishlagan ota. Bo'ston qilay shu cho'limni deb. Hech o'ziga bermadilarda odam qilay farzandlarni deb 60 yoshda ishlagan ota. Birovga hech yomonligi yo'q. Egri yo'lga bosmagan qadam, nolimagan sira hayotdan 60 yoshda ishlagan ota. Nechvali albatta farzandlaringiz zamonini qabul qilib olasiz. Bugungi bayramdan, bugungi albatta shukrona oqshomlar muborak bo'lsin. Kelingda davramizga aynan siz uchun keltirilgan chiroyli tortlarni chorlab qolamiz va albatta hammamiz birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilamiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlarga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadigan umidaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Happy birthday, marhamat birgalikda. Rahmat bo'lsin. Albatta kelganda men birinchi galda hurmat va ehtiromli mikrofonni Mahbuba opa sizga bersam, albatta turmush o'rtog'ingizga, ya'ni Husan bobomizga chiroyli tilaklarni avvalambor birinchi galda sizdan o'tib qolamiz. Chiroyli tilaklar qilasiz, marhamat. Rahmat, shomaneton mehmon. Xo'jayinim va avvalambor rahmat. Sadbadaron. Hech mana yutqazgandagi emas. Farzandoshim hamkasblarim aqli qobilshar, ilohiy. Peshonamon sog' salomat gardid. Farzandoshim aqlashim mamnun. Amin. Nasib inshaalloh, amin jabal niyat qaysen payg'ambar oshishona qadam bor. 100 solishona qadam berib niyat qaysen. Shuma unda o'tomga rahmat. Ammo o'tomga rahmat, xushom deydim. Rahmat bo'lsin, salomat bo'ling. Yaxshiliklar qanday o'ziga qo'noq bo'lsa, albatta kelganda albatta galdagi chiroyli tilaklarni Husan aka sizdan eshitdik. Nimagaki o'zlari olislarda Gollandiyada turib, dadajonimizni xursand qilamiz deb o'rgangan Mehroj akam shu yerda kelib, yugurib xizmatingizda bo'lib yurgan Istad aka, Fayzjon aka bilan kelinlaringiz qolib etsa, albatta qaynisinglingiz Amerika qo'shmachilaridan Gulmira opalarga chiroyli tilaklarni avvalambor sizdan kutib qolamiz. Marhamat. Xo'sh kelibsiz aziz o'g'illar. Mana shu bugun ekan. Yubiley kechasi. Kim niyat qilsin. Amerikaga qaysingiz qo'sha qilsin. Kelganlar hammalariga katta rahmat. Kelasi yana 3 yildan keyin nasibda ayolishga kelasizlar. Yaxshi bo'lsa bo'l chechimiz. Assalomu alaykum. Mehmonlar, mana bugun Husaynjonni tavallud topgan kuni 60 yillik nishonlash maqsadida mana shu yerga kelganmiz. Men ukamga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Kelinlar qo'sha qarab, bolalarini, kelinlar, nevaralar hammalarini boshiga sog'-salomat ishlab, hormay tormay mehnat qilib, yaxshi kunlar, yaxshi to'ylarga Xudo yetkazsin, hamma murod maqsad yetsin. Mana shunaqa bayramlar hammamizniki bo'lib, to'ylar tomosha qilib, hamma murod maqsad ular sog' salomat yursinlar, hammalar mana shu yerga olib keldilar, to'ylar hammasi maqsadga yetsinlar. Rahmat. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Yaxshiliklar bizga yaqinroq bo'lib o'tsin. Keling endi shunday chiroyli bayramona damlarda davom ettiramiz. Tilak, marhamat. Qachon kechirasiz? Mehrojjon loyim yuziga kirsin. Balamni ham loyim ballari 60 yoshiga hajga jo'natsin. Stajonimni ham hajga jo'natsin 60 yoshiga. Ayozimni ham hajga jo'natsin. Iloyim. Kelinlarimga ham rahmat. Kelinlarim ham hammasi loyim hajga ketinglar, hurmat qilganiga. Shu bizlarni hurmat qildimi, loyim hajga ketsin. Shu Amerikadagi singlim ham loyim 60 ga kirib, yaxshi kuniga hajga ketib, yaxshi kuniga sherik bo'laylik. Hammalaringiz rahmat, yaxshi kunlaringizga sherik bo'laylik. Assalomu alaykum mehmonlar. Xush kelibsizlar bugungi oqshomga. Ukajonimni yubiley kuniga yuzga kirsin, bolalarni huzurni ko'rsin.
to'yga qarasang. Bitta narsani eslatmoqchiman. Uni ham ro'yi bor edi, uni ham Xudo rahmat qilsin. Joyi jannatda bo'lsin. Yaxshi kunni ham, yaxshi yomon kunni ham eslash kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sizga ham rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Uzoqlashmaymiz. Endi hammamiz yaqinroq turib olamiz. Keldagi navbatda fotosessiyaga beramiz. Birgalikda esdalik rasmlarga tushib olamiz. Undan keyin albatta chiroyli sho'x taronaga birgalikda raqsga tushamiz. Faqat hozircha keldagi navbat fotosessiya. Barcha yig'ilgan hurmatli mehmonlarga bugungi oqshomingiz xayr bo'lsin deymiz. Xizmatingizni o'zgartirgan jamoasi bo'ldi. Rahmat barchaga. Aras aras nakuni, çatırganda
yonimga qara go'zalay bekuni dilam dilam desana voy tuba dilam desana olov ekan bu qizcha buncha buncha ropa shoy shirin qandina bobe shirin lablati bo'lmoqi tabone shirin shoy shirin qandina bobe shirin lablati bo'lmoqi tabone shirin seksiyon yosh kichkina qarash mani devona qildi bu qarash mani devona qildi bu qarash shoy shirin qandina bobe shirin lablati